Assalomu alaykum, kanalimizning hurmatli obunachilari. Biz bugun sizlarga proteflazit tomchisi haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Agar siz kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Proteflazit tomchisi ta'sir qilishiga ko'ra fitopreparat, virusga qarshi vosita. Qo'llanilishi: organizmda virusli infeksiyalarga qarshi samarali vosita. Birinchi va ikkinchi tipdagi gerpes virusi bilan kasallangan holatlarda meningit, ensefalit, jinsiy a'zolar gerpes virusida, ko'z gerpesining kasalliklarida, zoster gerpesda, preparat infeksion kasalliklarga qarshi profilaktika maqsadida, gepatit C va VV kasalligida, qo'ziqorinli virusli va patogen bakteriyalarga qarshi grippda, oitsda, stomegalovirusda, mikoplazmada, ureoplazmozda, xlamidiyada, zamburug'lik kasalliklarida, eksema kabi teri kasalliklarida, stomatit kasalligida, jinsiy a'zolardagi tashqi va ichki virusli va bakterial kasalliklarda, immunitet pasaygan odamlarda bakterial va virusli kasalliklarning oldini olish uchun qo'llaniladi. Preparatni qo'llashdan oldin yaxshilab chayqatiladi. Proteflazit tomchi yoshga qarab tomchi taqsimlanadi. Yangi tug'ilgan chaqaloq va 1 yoshgacha bo'lgan bolalar kuniga 1 tomchi, 1 yoshdan 2 yoshgacha bo'lgan bolalarga 1 tomchidan kuniga 2 mahal, 2 yoshdan 4 yoshgacha bo'lgan bolalarga 1 tomchidan kuniga 2 mahal, 6 yoshdan 4 yoshgacha bo'lgan bolalarga 2 tomchidan kuniga 2 mahal, 6 yoshdan 9 yoshgacha bo'lgan bolalar 4 tomchidan kuniga 2 mahal, 9 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalarga 5 tomchidan kuniga 2 mahal, 12 yoshdan kattalarga esa 9 tomchidan kuniga 2 mahal. 6 yoshgacha bo'lgan bolalarda preparatning kerakli dozasini 50 mg suvda shakar bilan eritib yuborish tavsiya qilinadi. Nojo'ya ta'siri: teri qishishi, teri toshmalari, qorin yuqori qismida og'riq, ko'ngillanish, qusish, bosh og'rig'i, holsizlik, biroz isitma ko'tarilishi, yonish hissi kuzatilishi mumkin. Preparatga yuqori allergik reaksiya bo'lganda, homiladorlikning 1-3 oyligida, me'da va 12 barmoq ichak yara kasalligida qo'llash mumkin emas. Qo'llash retsept bilan ishlab chiqaruvchi Ukraina. Ma'lumotlarimiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinlaringiz bilan ulashishni unutmang. Salomatligingizni asrang aziz.